Birodar, duo qilishga hech qachon suskashlik qilmang. Duo bilasizmi, shunday o'tkir narsaki, Nuh alayhissalom qavmi zolim qavmdan shu duo bilan qutqarildi. Duo qildi Alloh taologa. Fadaa robbahu anni mag'lubun fantasir. Nuh alayhissalom Robbisiga duo qilib, "Ey Robbim, men mag'lub bo'ldim. O'zing yordam ber" dedi. Alloh taolo unga yordam berdi. Zakariya alayhissalom duo bilan farzandli bo'ldi. Va Zakariya iznada robbahu robbi la tadharni farda. Zakariya Robbisiga duo qildi. "Ey Robbim, meni yolg'iz qo'ymagin" deb duo qildi. Alloh taolo unga Yahyo alayhissalomni berdi. Duo bilan Yunus alayhissalom kit qornidan qutulib chiqdi. U duo qildi. Fanada fil zulumat. Zulumotlarda Allohga nido qildi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Sendan o'zga haq iloh yo'q, men o'z nafsimga zulm qildim dedi. Duo bilan Yusuf alayhissalom ayollarni makr hiylalaridan qutuldi. Fastajaba lahu robbuhu fasarafa anhu kaydahun. Uning duosini, Yusufning duosini Alloh taolo ijobat qildi, ayollarni makr hiylalarini burib tashladi. Ayyub alayhissalom badaniga yetgan ofat kasallikdan duo bilan qutqarilib chiqdi. Va Ayyuba iznada robbah anni masaniyadhur. Ayyub Robbisiga duo qildi. Menga zarar yetdi. Sen eng rahimli zotsan, menga shifo ber deb duo qildi. Alloh taolo unga shifo berdi. Sulaymon alayhissalom Allohga duo qildi. Robbig'firli, ey Robbim, meni kechirgin. Va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Mendan boshqa hech kimga berilmagan mulk menga ato et dedi. Ko'rdingizmi? Duo shunday o'tkir narsaki, duo bilan sizga ko'p yaxshiliklar eshigi ochiladi. Shuning uchun duo qilishga hech qachon noumid bo'lmang. Duo qilavering, qilavering, qilavering.